Mana xonani bir do ko'rinishi. Mana bu yerga ular rasmlar, bir nimalar, mana bu yerga televizor ilgan, mana bu yerga kartinkalar ilganda dog'larni ko'ryapsizlarmi? Seri, tepasi oq. Hozir buni kulrangroq mana qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Men mana bu yerni sinab ko'rdim, bo'yab ko'rdim. Oqqa bir qavat qilib hali. Tepa bilan bir xil bo'lib shunaqa qilib bo'yaymiz. Haqiqiy oq emas, eggshell degan oq ekan. Hozir ko'rsataman. Bu mana xonani birinchi ko'rinishi. Mana bu yerda televizorlarimiz turibdi. Shuning uchun bunday ko'rsatyapman. Hatto bu taraf to'liq devor, deraza. Bunday mana. Xullas mana shu ko'rinishi. Eslab qolingizlar yaxshilab. Maqsuda Maryam usta hozir buni oppoqqina xonaga aylantiradi. Shuni boshladik. Mana shu paketni qo'yib, hamma joyga chetga qo'yib chiqaman. Xo'jayinim menga mos, chiroyli rozoviy perchatkalar zakaz qilibdi. Ustaning kayfiyatini ko'taray deb shekilli. Ana. Okay, perchatkalarni kiyib oldik chiroyli qilib. Endi kraskamizni ishimizga solamiz. Hozircha shu kichkinani ishlatib turaman. Xo'jayinim yana kattaroqdan olib kelgan ketdi, chunki bu devorga bu juda ham kichkinalik qiladi. Maxsus kichkinaroq joylarni qilib turaman. Ko'plab videolar ko'rdim. O'ylaymanki, sharmanda bo'lib qolmaymiz deydi-ku. Qanaqa qilib olar ekan? To'kib qo'ysam. Mana shu ko'rinishda kichkinagina mana bunaqa roller ishlatyapman. Shuning uchun pastlarini qilib chiqyapman. Xo'jayinim hozir kattasini olib kelgandan keyin tez tepalarini qilib tashlayman. Pastlarini, chunki juda ham ehtiyot bo'layotganim sababi bizani mana bu yerimiz pol emas, unaqa gilam. Shuning uchun ham mana ko'kni yopishtirib chiqdim, paket qo'ydim. Pastini birinchi qilib olib, keyin tepasini tez qilib tashlayman nasib bo'lsa xo'jayinim kelsa. Ungacha mana shu bizning qurol-yaroqlarimiz. Tik. Hozircha mana shu rezultat, shunaqa ko'rinish. Paketlarni olib, mana chetida ko'kni olsam va tepani ham shotkacha bilan sekin akkuratni bo'yab chiqsam, mana bu tarafni ham hozir bitirsam, uyni akkuratni qilsak, zo'r bo'ladi. Mana shu pechkani ko'rinishini ham o'zgartirish kerak, boshqacha kafel qo'yamiz menimcha, lekin u sal keyinroq. Hozircha shunchaki kraska qilib qo'yamiz. Yaqindan ham ko'rsataymi sizlarga. Hali qurgani yo'q-da bu. Buni ham menimcha bir marta bo'yashim kerak, hali 2 marta bo'yaldi. Bu 3 marta bo'yaldi. Taraf chetlari qoldi. Yuzlarim charchagan. Nasib bo'lsa bilan qilib, hali chiroyli qiz bo'lib, maza qilib uyimda dam olib o'tiraman, xudo xolasa. Salom hammaga. Bugun 2-kun. Mana kecha mana shu tarafni to'liq kraskaladik. Ko'rayotganlaringizdek, mana bu yer qoldi va mana shu derazani atrofini yana chiqsak, shunday zal bitadi. Mana zalimiz katta. Men bu tarafda turib olyapman. Zo'r quribdi. Xo'jayinim ko'rib xursand. Chetlar e'tibor berayotgan masalasi qoldi. Boyaginaqa. Ha, jonim?
O'shaning chetlarini kichkina shotkacha bilan hozir stolga chiqib, sekin qilib chiqaman, lekin undan oldin mana bu tarafni bitirib olamiz. Hozir pardalarni yechish kerak. Xo'jayin parda yechaman degdi. Tepaga majlisga chiqib ketdi. Ammo bog'da savollaringiz bo'lib, nimaga o'zingiz qilyapsiz? Eringiz qilsa bo'lmaydimi deb o'ylab qolsangizlar, men o'zim rosa qiziqib o'zim qilyapman va ikkinchidan turmush o'rtog'im bekorchi emas, ishda, uydan ishlaydi, kompyuterda bo'lsa ham uydan ishlaydi va busy, ya'ni band. Masalan, hozir ertalab 9:05 bo'ldi, majlisi bor, majlisga chiqib ketdi tepaga. Men bo'lsa bundan mazza qilib, har xil videolar ko'rib, izlanib internetdan mana shu proyektni boshladim. Uyimizni sekin-sekin birgalikda mana shunaqa qilib o'zgartirib olamiz. O'zi uyni remont juda ham yaxshi, juda yaxshi, lekin bu yerni rangi bizga yoqmadi. Kulrang bilasizlar, sal bo'g'iq rang va mana devorda ham ko'ryapsizlarmi, ikkita qanaqadir dog'. Xuddi shunaqa dog'lar bu yerda bor edi. Kecha ko'rgan bo'lsangizlar, aytdimmi yo'qmi? Kartinkalar, har xil rasmlar, dekorlar yopishtirgan uyga o'shani izi bu. Shu fresh qilib olish, svejiy qilib olish uchun ham o'zimiz eggshell, ya'ni tuxumni ichimi, tuxum, xullas qanaqadir tuxumroq bu kraskaning nomi tuxumga bog'liq nom ekan. Shunaqa rangga bo'yab olyapmiz. Uyni egasi juda ham yaxshi, e'tiborli odamlar ekan. Kraskalar 3 dona kraska tashib ketgan ekan. O'sha kraskalarni ishlatyapmiz. Men ikkitasini, bittasini to'liq ishlatib bo'ldim hozir mana shu joyga. Ikkinchisini ham ochamiz bu tarafga. Xo'jayin pardani yechib beraman degdi. Esdan chiqib ketdi, tepa majlis boshlanganiga yugurib majlisga chiqib ketdi. Endi o'zim harakat qilib ko'raman. Bo'yim sal yetmaydi shekilli. Bo'lsak bo'ldi. Pardasi ham almashtiraman, menimcha aniq kulrang rangiga yoqmayapti, lekin chiroyli oq seri bilan uyg'unlashtirib qilsam, menimcha yo'q oq parda olaman. Yana ko'ramiz. Endi bu tarafni yechib olish kerak. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Har doimgidek odam xohlasa, qiziqsa, qattiq xohlasa hamma narsa qilsa bo'lar ekan. To'g'risi hech qachon bunaqa parda yechib, parda tutib, uy kraska qilgan, uy remont qilgan qizmasman. Lekin hamma narsani qilsa bo'ladi. Xudoga shukr, shunaqa sog'lom tana berganiga, hamma joyimiz ishlab, chiroyli bo'lib turganiga shukr. Ming shukr. Xo'sh. Pardani yechib oldik. Endi men bu yerga mana bu selofan naqaniki matras olgandik, o'sha matrasdan chiqqan selofan akkuratni qilib kesib oldik, shu remont qilishda tagiga to'shiyman deb. Mana bu narsa ustalar, remontchilar buni juda yaxshi bilsa kerak. Shu devor chetiga kraska bo'lmasligi uchun rekalarga yopishtiradigan narsa. Hozir bu tarafga yopishtirib boshlaymiz ishimizni. Mana men hozir garajdaman. Qarangizlar. Bular ishlatilmagan kraskalar, mana to'la turibdi, og'ir. Shundan olaman, yana hammasini tashlab ketgan. Mana bu bular ishlatganlari, lekin hammasini ustiga qarangizlar, old eshik, tashqariniki, tepa qavatlar, downstairs bathroom, pastki qavatni vannasi, hammasi yozilgan. Ozgina ishlatilgan. Masalan, eshiklari bir nimalarni o'zlari bo'yagan-ku. Yana o'zgartirmoqchi bo'lsalaring deb hammasini qoldirgan mana shunaqa narsalarni. Qanday yaxshi odamlar. Hamla to'la ekan, bularni hozir ishlatamiz. O'zi qimmat ekan kraskalar. Biz oshxonamga oldik 2 ta. 100 qanchaga oldik, ko'rsataman hali ularni ham. Shu ichiga bir nimalar qo'shtirsa bo'lar ekan, lekin yana bitta zo'r anaqa informatsiya, umuman hidi yo'q ekan. Bularning kraskasini O'zbekistonda kraskani hidi shunaqa boshni og'ritib tashlaydi-ku, ustalar ishlatgan joyda o'tirib bo'lmaydi. Shuni umuman hidi yo'q ekan. Vashsha hidi yo'q. Zo'r ekan. Bu kraskadan 4 ta olgan ekan. 5 ta olgan ekan. Men buni bo'shatib bo'ldim. Mana bittasini kecha. Mana shu yerga to'liq. Ikkinchisini ochaman hozir.
Kraskamiz nima bo'ldi? Buni biza buni bilmayman qaydan olgan. Yozilgan bo'lsa kerak qaydan olganini, lekin biz Loves degan magazindan oldik. Home Depot bilan Loves degan magazin shu remont narsalari uchun zo'r Amerikada. Hamma narsa topsangiz bo'ladi ichida. Videolarim davomida u magazinlarni ham ko'rasizlar. Kraskani mana bunaqa bilan ochib olasizlar. Birinchisi emas, ikkinchisiga qo'yib, bunday aylantirsak ko'taradi. Pichoq bilan harakat qilib ko'rmaysizlar, faqat bu bilan. Shunaqa rangi chiroyli, boshida ochilganda uni qaraysizlar. Usti qanaqadir bunaqa ko'kroq bo'lib turar ekanda, keyin aralashtirasiz, bir xil bo'ladi. Sara. Endi ishimizni boshlaymiz. Bunaqa uzaytiriladigan bor. Shuni ushlab tepalarini shu bilan qilyapman. Men bu yerdan kaltab uzun qilib olsangiz bo'ladi, bemalol mana kiradi. Buni uzun qilib olsangiz devor tepalarigacha yetadi. Buni Amazondan oldik. Mana buni esa Lovesdan olgan xo'jayinim yoki Home Depotdan, bilmayman. Bunaqa qilib xohlagan shunaqa rollerlaringizni kirib ketaveradi. Qattiq qilib olasizlar. Ana buni kechqurun yuvib qo'ygandim. Sveji turibdi. Endi bunga savolamiz kraskamizni. Kichkinachaga solsam birinchi, kichkinaga solar ekanman. Kichkinaroq joylarga mana bu kichkina shotkani ishlatyapman. Shuning uchun har xil razmerdan olib qo'ysalaringiz shoshib qolmaysizlar. Ishni boshlashdan oldin. Menga salfetka olib qo'ysam hozir tomalaman. Mana bizning shiringina, go'zalgina kraskamiz tayyor. Yana eslataman, buni hidi yo'q. Ozgina hidi bor, lekin u umuman boshingizni og'ritmaydi. Zo'r ekan. Amazondan mana bunaqa har xil razmerli, hajmli uchlari ham boshqacha voy shotkalar oldim. Men bunisini ingichkasini hozir men tepani bo'yab chiqishga ishlatmoqchiman. Agar shu to'g'ri tanlangan shotka bo'lsa, lekin juda ham zo'r shotkaga o'xshab, revyularga qarab olganmiz albatta. Ya'ni o'sha odamlar qo'ygan otsiflariga. Chetlarini, devor chetlarini bo'yab chiqmoqchiman. Stul sal kattalik, kichkinalik qilyapti, pastlik qilyapti. Narvon zakaz qilganmiz, narvonimiz hali kelganicha yo'q. Ungacha shuni ishlatib turamiz endi bir amallab. O'xshamadi o'rtoqlar. Mana bunaqa ham olib yurgandi xo'jayinim. Kichkinagina ichiga kraska savoldim, yengilgina tepalaga chiqib qilishga. Lekin men bu devorga yaxshi to'g'ri kelmas ekan, unaqa bidir-bidirroq devorga. Voy, qo'lim yetmadi. Stul pastlik qilyapti, narvon kerak bo'lyapti. Menimcha tepasini xo'jayinim qilib chiqadi. Men mana bu taraf davom ettirib turaveraman. Derazani atrofini unda. Ketdik.
qilib yotgan vaqtim mana narvonchamiz ham kelib qoldi, Xudoga shukr. Xonani deyarli bo'ldim, faqat mana chetda qoldi, bo'yim yetmagan. O'shani akurat shotkacha bilan qilib chiqaman va mana shu joy qoldi. Mana shu tepalik, mana ko'ryapsizlarmi? Seri o'zi oq. Mana shu uzunasiga mana shu yer qoldi. Shuni qilishim kerak, bo'ldi. Keyin bu yog'iga yaxshilab qarab chiqamiz. Boya men rezitga qo'yayotgan joylarni, chekkalarini shotkacha bilan akurat qilib chiqdim. Oxirida yana yaxshilab svej qilib tekshirib ko'ramiz. Hozir endi narvonchani ishga tushiramiz. İşimiz bitti. Endi buni chiroyli qilib yig'ishtirib, zalimizni bezash qoldi xolos. Boya aytganimdek, mana bu chetdagi молочный malla sifat kafilga e'tibor qaratmaymiz. Buni ham vaqt soat kelganda yoki bo'yaymiz yoki to'liq almashtirib tashlaymiz. Menimcha to'liq almashtiramiz. Hozircha esa mana shu свежий, fresh barra ko'rinishdan enjoy qilamiz. Usta o'z ishini bitirdi. Usta Maqsuda Mamarayimova va mana bu yerda o'ziga osh pishirmoqda. Aytingchi, bunday ustani qayerda ko'rgansiz? Ham ishni qiladi, ham ovqatini qiladi. Kamiga qilgan ish haqqi talab qilmaydi. Men sizlarga aytsam, bunday ustani hech qayerdan topib bo'libsiz. Mana endi xonamizni umumiy ko'rinishi. Remontimga baho bersangizlar bo'ladi. Xasta xizmatlar bo'lsa, begona qilmay chaqiraverasizlar desam. Bu yerga hali chiroyli parda qo'yamiz. Halimi sal keyinroq. Mana. Televizor, birlikda dekorlar, mebellar, stol, coffee table bo'ladi. Lekin divanni joylashishi va xonani rangi mana shunaqasiga o'zgardi ana.